Assalomu alaykum. Sizlar Qozog'iston yana bitta ishimizni shahriga boshlab oldik. Yamburskiy oblast. Odatda biz ichkarida ish qilardik, ev remont. Sho'rtepada Bu bo'lgan. ishlar ham talab kuchli bo'lgani uchun bu ishni ham boshlab oldik. Odamlar qilib yuribdi. Ustalarga havas qilgan holatda biz ham boshlab oldik. Birinchi atkosimiz toshi bunday ikkinchisini shunday qildik. Birinchisi bunday holatda qoldi. Qolgan ustalar xuddi shunday qilishar ekan. Biz tepasini 40-90 gradusga kesib turib, tagiga tosh chiqarib qo'ya qoldik. Ruskiy variant deydi. Ilgari shunday qilingan. Toshlar qo'ydik. Ko'pchilik mana bu yerda bir-birini uchrashtirganda orasida tosh qoladi yarim santda, kavak bo'lib. Biz uni qilmadikda 9 bir-biriga keltirib 45 gradus kesib solib qo'ya qoldik ichiga. Ham yomon chiqmadi, balki mana bu tashqi burchagida ham xuddi shunday mana bunday kavak bo'lish kerak edi. Egasining holatiga biz unday qilmadik, yana o'zimiz xohlagandek kesib qo'ya qoldik. Yana ham farqini ko'rishingiz mumkin. Hozircha shu yerda boshlab oldik. Inshaalloh obyektga ko'rsataman yana. Buning nomi kimdir firba plitka derkan, kimdir har xil aytadi yana. Zamaskalarini qilib keyin X-slog kraska. Birinchi slogi shof uchun qilinadi. Ikkinchi slog faqat yuza uchun qilinadi. Shakllarini ham albatta kuzatib boraman. Hammaga rahmat.